Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Andijon tumani Qoraqalpoq MFI 1236 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda makkajo'xori ekilgan bo'lib, maydon hajmi 10 gektardan iborat. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar 100% unib chiqqan. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 45 ta dehqon xo'jaligiga biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 0,22 gektardan maydon to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish G'ayrat Rizq oilaviy korxonasi ishlab kooperativiga biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 49,5 tonnadan jami 495 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirilish rejalashtirilmoqda. Maydonimiz uzunligi, kengligi daraxtlarning oldigacha, u yo'lni bo'yigacha. Bu yoqda daraxtlarimiz oldigacha.